Samarqandda yo'l chetida turgan yuk mashinasi ko'p qavatli uy uchun qazilgan kotlovanga tushib ketdi. Hodisa shaharning Bag'dod ko'chasida yuz bergan. Kun.uzga murojaat qilgan fuqarolarga ko'ra, kotlovan sabab yo'lning boshqa qismlari ham o'pirilib ketishi mumkin. Viloyat qurilish va uy-joy xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasining Kun.uzga ma'lum qilishicha, hududda Samarqand Oxygen Service MChJ ishlab chiqarish binolarini buzib, ularning o'rnida ko'p qavatli turar joy binolari qurilishini boshlagan. Kotlovan qazish ishlari esa loyiha va tasdiqlangan tartibda olib borilmagan. Qazish ishlari vaqtida esa xavfsizlik qoidalariga umuman rioya etilmagan. Buning oqibatida yo'lning qatnov qismiga yaqin hududda yer o'pirilishi yuz bergan va yo'l chetidagi yuk mashinasi kotlovanga qulagan. Inspeksiyaning qo'shimcha qilishicha, 22-sentyabr kuni qurilish tashkilotiga aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish haqida ko'rsatma berilgan. Kamchiliklarni tuzatish uchun 15 kunlik muddat bor. Agar belgilangan vaqt ichida kamchiliklar bartaraf etilmasa, tashkilot ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalari asosida javobgarlikka tortilishi mumkin.